bemalol oyiga o'rtacha $1000 dan $2000 pul topsa bo'ladi buning orqasida. Biz uslugi sexlariga tashrif buyurishni boshladik. Birinchi bo'lib jomiy joylashgan rover uslugi seximizga kelganmiz. Javohir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu nima vazifani bajaradi? Bu roverlar. Roverimizda naqshlar o'yishi mumkin. MDFlarga har xil gullar tushirib beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, kuxnya fasadlarni ochib beramiz, shikob fasadlarni. Bu roverdan uslugidan menimcha soqqa yaxshi bo'lyapti. Ikkita qo'yapsiz. Yaxshi bo'ldi. Qancha deb pulni oqlaydi aka bu? O'rtacha 1 yil. Qisqa qo'ygan detalingiz va eng ko'p qo'ygan detalingiz qancha bo'lgan? Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Misol uchun detallar brak bo'lib qolishi mumkin. 50 ming pul topaman deb 500 ming pulga tushganlarimiz ham bo'lgan yoki boshqacha. Yangi ish boshlayotgan, misol uchun qo'lda puli bor. Qaysi sohani tavsiya qilasizmi? Endi rover uslugini ham tavsiya qilaman. Endi yaxshi roverchi bo'lsa, xudo xolisa qo'lda misol uchun ko'chadan kelgan ishlarni qaytarmagan roverchi bo'lsa, bemalol oyiga o'rtacha $1000 dan $2000 pul topsa bo'ladi buning orqasida. Bemalol. Bitta rover orqasidan, bemalol. Hop, aka tavsiyalarini ko'rib turibsizlar. Bemalol tegilgan nomerlarni qoldiraman. Rover tushmayotgan joyida bo'lsa, bemalol o'zlari yordam berib yuboradi. Xudo xolisa yordam beramiz.